Nikohdagi ayolning uy talab qilish. Noqonuniy. 18 yoshli yigit va 17 yoshli qizning oila qurishi. Noqonuniy. Nikoh yoshi buzilgan. Endi ba'zi bir holatlar bor. Bo'lishi mumkin, lekin umumiy holatda noqonuniy. Sudga murojaat qilmay aliment olish. Qonuniy, ikki taraf kelishsa bo'ldi. Nikoh davrimda olgan mashinamni xotinimga aytmasdan sotib olsam. Noqonuniy. Sota olmaysiz. Bitim haqiqiy emas deb topiladi. Nikoh shartnomasini nikohdan keyin tuzish. Qonuniy. Bemalol xohlagan payt tuziladi. Qaynona kelinni uydan haydab yuborish. Ya, hayda olmaydi. Propiskada bo'lmasa ham hayda olmaydi. Shar'iy nikohda bo'lgan farzandi merosxo'r bo'lish. Qonuniy. Bemalol bo'ladi. Ajrashganda bola faqat onaga qoladimi? Noqonuniy. Unaqa norma yo'q. Kim bilan bog'langan bo'lsa shunga qoladi. Er-xotin ajrashganda bola bilan ko'rishmaysan deb tilxat olish. Yo'q, noqonuniy. Unaqa tilxat umuman qonuniy kuchi yo'q. Shu va shunga o'xshagan savollaringizga javob olish uchun bemalol bizga murojaat qiling. Agar bu yerda aytilmagan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Huquqini bilmoqchi bo'lgan do'stingizga bu videoni maksimal tarqating.